alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun biz Filadelfiya shahrining muhtasham bog'ida Navro'z bayramiga bag'ishlangan ko'rsatuvimizni olib boramiz. Hi, I'm State Senator John Sabatina from Philadelphia, Pennsylvania, and I'm here today with the great people of Uzbekistan celebrating Nowruz. The people from Uzbekistan are pillars of the community in America. They are worthy of emulation, and the tight-knit social aspect of their culture is something for the people of America to witness and try and copy. But thank you very much for having me here today. It's my pleasure. The food is delicious. The people are very friendly, and I'll be back next year to celebrate Nowruz again. Thank you. Hi, I'm Mayor Joe DiGirolamo here in Bensalem, Pennsylvania, where a big feast is going on here today. Over 5,000 people from Uzbekistan. And what a wonderful day we're having here with the people are enjoying themselves and celebrating. And we welcome them here into our community of Bensalem. The word Bensalem means city of peace. So we're so happy to have everybody here today. We welcome them back anytime, and they're having a wonderful day. God bless everybody. Hi, this is Councilman Ed Kisselback. I want to wish everyone a happy New Year. Welcome to Bensalem. We love you not only to visit us and be here when you're partying, but we'd like you to bring your families here, join us, buy a house, become part of our community. We would love you to be part of Bensalem. God bless you. Happy New Year. Thank you. Hello, everyone. I'm Gene DiGirolamo. I'm the state representative here in Bensalem, and we are just so proud and excited about holding the event here. I want to wish everyone a Happy New Year. God bless each and every one of you, and please come to Bensalem. We have a great community with a lot of diversity, and we are just proud of what we have here. God bless and thank This is Brian Fitzpatrick, a member of the Foreign Affairs Committee of the U.S. House of Representatives, also a member of the Helsinki Commission for cooperation throughout Europe and the European region. And I just wanted to come out to wish all of our citizens, natives, and friends of Uzbekistan
for celebrating Navruz, and a tremendous day today here in Bucks County, Pennsylvania, and Ben Salem. I want to thank so many people in your community for all the support you've given to us, for the diversity you bring to our community. I want to thank the folks and our friends from the Consul General in New York, who just gave me the 10 reasons to visit Uzbekistan, so I might have to put this on my list now of countries to visit as a member of the Foreign Affairs Committee. So thank you all for inviting me. Mana bugun biz Amerika Qo'shma Shtatlari hududida O'zbekiston Respublikasining turistik salohiyatini keng targ'ibot qilish maqsadida ushbu tadbirni amalga oshirmoqdamiz. Bugungi tadbirimizni o'tkazilishi Navro'z bayramiga to'g'ri kelganligi ham bejiz emas. Zero biz boshlayotgan ish yurtimizning boy tarixi, qadriyatlari, muqaddas qadamjonlari to'g'risidagi ma'lumotlarni Amerika Qo'shma Shtatlari aholisiga yetkazishda yangi bir bosqich bo'lib xizmat qiladi. Ushbu tadbirni O'zbekiston Respublikasining New York shahridagi bosh konsulxonasi, O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi hamda Amerikada istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz bilan hamjihatlikda amalga oshirilayotganligini alohida ta'kidlab o'tmoqchi edim. Mazkur tadbir Amerika Qo'shma Shtatlarining yirik 5 ta shtatida New York, Washington, Pensilvaniya, Kaliforniya, Illinois shtatlarida amalga oshirilmoqda. Fursatdan foydalanib, uzoq vaqtdan buyon o'z ona yurtidan yiroqda yashayotganliklariga qaramasdan, vatanparvarlik tuyg'usi qalbida jo'sh urayotgan, jannatmakon O'zbekistonimiz ravnaqi uchun hissa qo'shayotgan vatandoshlarimizga minnatdorchilik bildirmoqchi edim. Binobarin, Amerika Qo'shma Shtatlari ko'chalari bo'ylab vatandoshlarimiz boshqarayotgan avtomobillarda, Uber Life taksi mashinalarida tarixiy shaharlarimizni targ'ib qilinishi Amerika aholisining bizning yurtimizga bo'lgan qiziqish va intilishini oshiradi degan umiddaman. Hajime. Uchidan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, Assalomu alaykum. Men bugun Navro'z bayrami ekan. Hammalarni tabriklayman Navro'z bayramlari bilan. Vatandoshlarimni hammalarni bayramlari bilan muborakbod, tabrik. Mana bugun hamma xursand Pensilvaniyaga, Filadelfiyaga hammalaringizni tabriklayman vatandoshlar. Bugun bayram haqidagi taassurotlaringiz. Assalomu alaykum. Avvalambor hammani Navro'z bayrami bilan, yangilanish bayrami bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Aziz vatandoshlar, sizlarga yangi yilda yangi omad, yangi baxtlar tilaymiz. Mana bugun biz Filadelfiyaga, Baltimordan keldik. Buni eshitib juda xursand bo'ldik. Ko'rib juda hayratlandik. Juda ham yaxshi bo'lyapti. Yaxshi kutib olishgan. Juda ham organizovanniy bo'lgan, juda ham yaxshi, bizga yoqdi. Katta rahmat tashkilotchilarga. Hammani yana bir bor bayram bilan tabriklaymiz. Sizga ham kattakon rahmat, salomat bo'linglar. Avvalambor barcha yurtdoshlarimizni Navro'z ayyomi bilan chin yurakdan tabriklayman. Shu bayramni tashkil etgan barcha tashkilotchilarga juda ham katta tashakkur bildiraman. Hammalaringizni yana bir bor Navro'z ayyomi bilan. Rahmat kattakon, bayramlaringiz muborak bo'lsin. Уважаемые жители солнечного Востока и Узбекистана, поздравляем вас с праздником. Мы получили огромное удовольствие, посетив наш Навруз, который проходит в Филадельфии, США. Assalomu alaykum, men Ozod Soliyevman. Men shu Filadelfiya shahrida, Amerikaning Filadelfiya shahrida Samarqand degan restoranni 9 yildan beri boshlab kelyapman.
shu restoranimizda amerikalik aholini o'zimizni ovqatlarimiz bilan, o'zimizni qadriyatlarimiz bilan, o'zimizni urf-odatlarimiz bilan tanishtirib kelyapmiz ovqat orqali. Hozirgi kunda juda ham ko'p amerikalik aholining mana shu insonlar juda bizni ovqatlarga qiziqib qolishgan, juda ham shu ovqatlarni har bittasini ta'mini ko'rib, juda sevishib, juda qiziqishib, tarixi bo'yicha har qaysi ovqatning tarkibi bo'yicha qiziqishadi. Juda Samarqand qayerdaligini, O'zbekistonning o'zi qayerdaligini eshitishib, juda qiziqishib, bizda mana shu har xil ma'lumotlar bor, mana shu tarqatamiz. Shu ma'lumotlar orqali bo'lishib, hozirgi kunda juda ko'pchilik qiziqishib qolgan, borib bir shu O'zbekistonni o'zini ko'raylik, qanaqa aholi bor ekan, qanaqa urf-odatlar bor ekan, qanaqa ovqatlar O'zbekistonning o'zida bo'lar ekan deb qiziqishib bizga bildirishyapti. Shu orqali masalan borib qaytib kelganlar ham bir nechta. O'shaning uchun men o'ylaymanki, shu tarzda bizning qilayotgan ishimiz bugungi kunda shu insonlarga juda yaxshi O'zbekistonni tanishtirish bo'yicha juda yaxshi ish bo'lyapti degan umiddaman. Mana shu ishlarimizni davom ettiramiz, Xudo xolasa nasib bo'lsa. Hammalaringizni Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Mana bugungi kunda Navro'z bayramini o'tkazdik. Mana shu yerda nafaqat o'zbekistonliklar, balki boshqa millat vakillari ham kelishgan. 3000 dan ortiq odam bugun kelishib, bizni palov, oshimizni, sumalakni, somsalarni yeyishib, juda miriqib dam olishib ketishyapti. Assalomu alaykum vatandoshlar. Sizlarni Navro'z bayrami bilan tabriklaymiz. Mana bugun biz 40-yillarda barchamizga ma'lum O'zbekistonda turizmni rivojlantirish sohasida juda katta e'tibor qaratilgan. Biz bu sa'y-harakatlarga ozgina bo'lsa-da hissamizni qo'shish maqsadida mana shu reklama stikerlarni KMS Trans kompaniyasining yuk tashuvchi mashinalariga yopishtirishga hozir kelishib oldik. Biz bu harakatimiz bilan mana shu qilinayotgan sa'y-harakatlarga ozgina bo'lsa-da o'z hissamizni qo'shgan deb bilsak, demak maqsadga muvofiq bo'ladi. В этом уюте, как дома, и окунитесь в атмосферу самой главной красоты, получите эту красоту. Я рада представить вам работы мастеров нашего салона Жадор Палас. Bizlar Filadelfiyada Qo'shma Shtatlarda bir Navro'z bayramini nishonlayapmiz. Bir hamkorlik, hukumatimiz birga. Bizlar asnonom nima deydi, yuk katta mashinalar bilan shug'ullanamiz. Mana birgalikda hozir masterlashib shunaqa bir nimalarga, planlarga erishdikki, mana bunaqa o'zimizda davlatni chiroyli arxitektur obidalarini mana shularga ko'rsatib, mana shularga bizlar qaysi davlatdan kelganimizni, qanday chiroyli qaysi tarixlarga egaligimizni bildirmoqchimiz. Shu yana tufayli shundan men bir ancha yildan beri o'zim musofir davlatda yuribman, lekin bir narsani ta'kidlab o'tmoqchimanki, o'zimni ham yurtlarimga, o'zimning hamkasblarimga, menga o'xshagan bir biznes rahbarlarining bir iltimosim shundaki, biz qayerga bo'lmasak, kim bo'lmasak, o'zimizda o'zbekligimizni unutmasdan shu bir birgalashib bir O'zbekistonni bir nima deydi, fondlarni tashkil qilib, o'zimizni mahallalarga, o'zimizni qo'shni qarindoshlarga bir yordamimizni yetkazaylik. Mana shunday qilib, birodarlar, doim hammalaringiz sog' bo'linglar. Mana shu Navro'z bilan bayrami bilan hammalaringizni tabriklayman. Rahmat. Assalomu alaykum. Bugun biz oila a'zolarim bilan mana bu Navro'z bayramiga keldik. Juda ham yaxshi bo'ldi. Samarqand restoraniga alohida rahmat.
Ular judayam samsaf, o'zimizni o'zbek oshpalovlaridan bizlarga taqdim etishdi. Bayramni tashkil qilganlarga kattakon rahmat. Shuncha o'zimizni urf-odatimizni har yili mana shu Polyanka parkiga qilamiz. O'zimizni milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimizni yo'qotmasdan men o'z bolalarimga shaxsan o'rgataman. Alohida shu o'zimizni Navro'z bayramimizni. Oxiriga men bu stiker o'zimizni yurtimiz, o'zimni shahrim Samarqand, Registon shahrini unutmaslik uchun o'zimni mashinamga yopishtirib qo'yaman. Rahmat sizlarga. Mana bugun Navro'z bayram haqidagi taassurotlaringiz. Assalomu alaykum. Hamma yurtdoshlarni, hamma o'zbeklarni tabriklayman. Sog' salomat yuringlar. Mana bugun juda chiroyli kuni. Navruz muborak. Bu meni oilangiz, hamma yaxshi ko'raman. Mana bugun mana o'ytimlom bitta so'z beramiz. Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу поздравить всех узбекистанцев с Наврузом, с таким прекрасным праздником весны. Желаю всем счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Спасибо. Все, кто живут здесь, все, кто празднует этот праздник, прекрасный праздник Навруз, здоровья и долгих лет жизни. Kattakon rahmat, sizlarni ham bayramlaringizni tabriklaymiz. Shuning bilan Navro'z ayyomiga bag'ishlangan ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Xayr, salomat bo'ling.